Assalomu alaykum, sizlarni oldingi kanalda nimagadir internet qilyapti va biz aytsak mana bunimiz davom etgani ketdi. Aytsak chiroyli maydonda o'qiydi. Chiroyli maydon va 300 ming so'mdan muncha bo'lsak balki noto'g'ri bo'lar. Biz chiroyli maydon yaxshi masalan. Shundan boshlayveramiz 300 ming so'mdan ketdik. Balo ham yo'q. Birinchisidan, ikkinchisidan ham menimcha yarim gazet. Azob xizmati boshlanyapti nimada? Jalpi. Ne yapıyoruz? Az getirip bir şekilde ki. Oy böyle az bitiş qilamiz hozir. Bunday qilamiz hozir. Hozir bunday qilamiz. Hozir bunday qilamiz. Bular ekan mana bersa bular. Bular ekan mana bersa. Bular ekan-ku, turush bular. Riskovat qilsa berdi mana. Endi yana bitta bosib ko'ramiz, lekin sal tushiramiz yiroqda 200 ming so'mga. Bizga tushdi. Tushmaydi. Tushmasligi aniq edi. Tushdi. Berish kerak, hech bo'lmasa yashilda berish kerak bu yerda hozir. Yashil berish kerak. Yo'q, bermadi. Bermadi. Sonsa bo'ldi. Yana bir yashil mana nechta pauzadan keyin. Katta summada bosishga qo'rqasizlar, bermay qolsa sразу ketibdi balans. 10 million oshirdi yana, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin o'zi Ahmad aytsa. 2 barobar oshirmagan bo'lsa ham balansimizni 10 millionga 10 milliondan ham chiqdi degan. Yuz 90 ming so'm bo'lsa, turgi bo'lsa necha bo'ladi hozir? 180 ming bo'lsa 45 ming bo'lardi. 40 ming 500 so'm bo'ladi. Lekin chiqib qolsa zo'rlardi-yu. Sonsa bo'ldi. Bu boshqa o'yindan ko'taramiz 10 milliondan. Yomon emas, natijamiz suramiz olmadan.